Seox naborni bugun obzor qilamiz. Seox nabor. Ko'rinishlari juda ham chiroyli. Bu nabor ichida o'zini umvalkasi bor, yuz yuvadigan. Ertalab kechqurun yuviladi. Yuzdagi poralarni kichraytirib, yuzni oppoq qilib beradi. Juda ham yaxshi, sifati ham. Bu esa toner, yuzni namlantirib beradi. Har doim umvalkadan keyin обязательно toner ishlatish kerak. Undan tashqari bu namlantiruvchi krem. Buni faqat kechqurun ishlatamiz qizlarjonlar. Namlantiruvchi kremlarning hammasi kechqurun ishlatiladi. Eslatib o'taman, ertalab umuman mumkin emas. Keyingisi esa bu siviritka. Makiyajga tayyorlab beradi yuzinglarni. Undan tashqari yuzinglarni oziqlantirib, namlantiradi. Kerakli vitaminlarni yuzinglarga beradi. Va eng asosiysi qizlarjonlar, inson qaraganda birinchi o'rinda ko'zini ostidagi ajinlar hisoblanadi. O'sha ajinlarga yo'qotadigan mana bunaqa ko'z ostiga surtiladigan kremlari mavjud va ko'z tagidagi qorayishlarni, ko'karishlarni polnik yetkazib beradi. Bunisi esa bo'yin uchun surtiladigan krem. Odamni yoshini yuzidan tashqari bo'yni ham ko'rsatib beradi. O'sha uchun bo'yinga ham uxot kerak qizlarjonlar. Mana bunaqa bo'ladi bo'yin uchun. Ko'rib turganingizda mana shu nabor.